Assalomu alaykum, sizlar bilan Zenix. Bugun ko'radigan narsamiz Wireshark bilan ARP-Spoofing. Wireshark bizga nima qilib beradi? Wireshark biron bir tarmog'iga ulanganda undan o'tayotgan paketlarni tutib olish, ya'ni capture qilish va o'sha ma'lumotlarni analiz qilish uchun ishlatiladigan dastur. Ya'ni asosiy vazifasi tarmoqda uzilishlar yoki sekinlashuvlarning sababini topishga yordam beradi. Va tarmoqda bo'layotgan shubhali hujumlar yoki shifrlanmay o'tayotgan parollarni topishga yordam beradi. Bugun o'shani amaliyotda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Kali terminaliga Wireshark deb yozamiz yoki qidiruv tizimiga Wireshark deb yozsak chiqib keladi. Buni Windowsga ham dastur sifatida yuklab olsanglar bo'ladi. Menga Kali qulay bo'lgani uchun Kalini ko'rsatib beraman. Yoki terminaliga Wireshark deb yozsanglar o'zini dasturi ochiladi. Bu yerdan o'zinglar tarmog'inglarni tanlash uchun ETH0 ni bosasizlar. Ya'ni o'zinglar tarmog'inglarni ichidagi o'tayotgan paketlarni analiz qilmoqchisizlar. Mana уже protokollar aylanishni boshladi. Bu protokollarda uncha ahamiyati yo'q bo'lgani uchun HTTP protokolidan o'tayotgan ma'lumotlarni analiz qilib ko'ramiz. Birinchi bo'lib o'sha HTTP login pejini qidiramiz. Mana test uchun chiqdi birinchisida. Уже analiz qilishni boshlaganda internet sal slab bo'lib qoladi. Mana kirdi. O'tgan misol uchun admin 1 2 3 deb yozamiz. Saqlashimiz shart emas. Wiresharkka o'tsak, bu yerda turli xil protokollar aylangani uchun topish juda ham qiyin. Bizga aynan HTTP protokoli kerak bo'lgani uchun qidiruv bo'limiga HTTP deb yozsak, birinchisida chiqadi. Bossak, mana уже resultslar bu yerga kelib bo'lgan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar login davom ettirilgan. Buni ko'rib turish uchun mishkani chap tomonini bosib, follow tugmasini bosasizlar, HTTP stream. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha yozgan ma'lumotlarim, ya'ni user bilan parol kelgan. Admin 1 2 3. Bu ma'lumotlar qanday holatlarda keladi? Ya'ni bironta HTTP saytiga nimadir ma'lumot qo'ygan bo'lsanglar keladi. Ya'ni shifrlanmagan holatda HTTPS saytiga kirib ma'lumot yozgan bo'lsanglar, u yerdan shifrlangan holatda keladi. Ya'ni ma'lumotlarni o'qiy olmaysizlar. Bu faqat HTTP protokollarida ishlaydi. O'sha ma'lumotlar yozilganlardan keyin agar kerak bo'ladigan bo'lsa, fayl qilib saqlab olsanglar bo'ladi. Hozir bu yerdan birinchi to'xtatib olamiz. Ya'ni faylni bossanglar, bu yerdan save qilib, fayl qilib saqlab olsanglar bo'ladi. Ikkinchi ko'radigan narsamiz main in the middle, ya'ni o'rtaga tushib olish, qurbon bilan routerni o'rtasiga tushib olish. Hozir birinchi qiladigan ishimiz boshqa terminal ochamiz. Hozir IP ni yoqib olamiz, ya'ni birinchi bo'lib IP dan true xabari kelishi kerak, ya'ni 1 kelsa уже muvaffaqiyatli degani. Echo 1. Mana o'zi yozilgan. Key pro sysnet IPv. Xuddi shu komandani terasizlar. O'zinglarni
yuzaringlari parolni kiritasizlar. Mana bizga bir xabar keldi, ya'ni bu muvaffaqiyatli degani 0 bo'lsa xatolik bergan bo'ladi. Bundan keyin misol uchun sudo net discover qilib IP'larni ko'rsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib o'zimizni IP'ni ko'ra olamiz. O'zimiz IP 192.168.1.5. Buni endi routerdagi barcha IP'larni list qilamiz. Discover -r IP har doim router birdan boshlanganligi uchun 1 deb yozamiz. O'zimiz 24 deb yozamiz. Enter'da bosganinglarda mana tarmoqqa o'sha routerga ulangan IP'larni list qilib berdi. Bu yerdan misol uchun qaysi IP'ni qilmoqchilar, ya'ni o'rtasiga tushib olmoqchi bo'lsanglar, o'sha IP'ni qurbon sifatida yozasizlar. Men hozir o'zimni Windows tizimimdagi cmddan IP'ni olib, o'shani o'rtasiga tushib olaman, chunki menda hozir qurbonni, ya'ni boshqa qurilmadagi IP bo'lmaganligi uchun o'shani ko'rsatib beraman. Bu yerda ko'rdik, mana uchta qurilma ulangan tarmoqqa. Bu yerda birinchi bo'lib cmdni ochib olamiz. Bu yerda IP'ni ko'ramiz. IP config qilganimizda bizda bu IP chiqdi. Ya'ni bu yerda ham chiqqan. Hozir shu Windows o'rtasiga tushib olib, uni o'tayotgan ma'lumotlarni ko'ramiz. Birinchi bo'lib yozadigan narsamiz, ya'ni routerga o'sha IP'ni o'zimman deb tanishtirib olaman. O'sha qurbonga men routerman deb tanishtiraman. O'rtada ma'lumotlarni ushlab analiz qilaman. Birinchi bo'lib yozadigan narsamiz sudo arp spoof -e-0, ya'ni birinchi tarmoqni o'qimoqchiman. -t qilamiz. O'sha qurbonni IP'sini yozamiz. Hozir bizda qurbon 192.168.1.4. Buni yozamiz. O'sha routerda IP'sini yozamiz. Routerda IP'si bizda har doim birdan boshlanadi. Buni yozamiz. Bo'ldi. Biz hozir routerga qurbonni IP'si orqali o'zimizni tanishtirdik, ya'ni qurbonni o'zimiz sifatida ko'rsatdik. Router ishondi. Qurbonga routerman deb tanishtiramiz. Xuddi o'shani teskarisini yozamiz. Ya'ni sudo arp spoof -e -0 -t. Ya'ni endi o'sha routerda IP'sini yozamiz. Davomidan o'sha qurbonni IP'sini yozamiz. Parolni so'raydi. Parolga 3 kalina parolni yozasizlar. Mana bu ham ishondi. Ulandi bu ham. Bu yerdan Wiresharkga kiramiz. Wireshark deb yozamiz. Yana -0 ni tanlaymiz. Mana shu qurbonni barcha paketlari yotdi. Bu yerdan Google'ga olib kelamiz. Ya'ni bu yerga yana http login page deb yozsak, mana boshida chiqadi. Login test. Bitta yana terib ko'ramiz.
i bossak saqlash shart emas. HTTP deb qidirsak, mana bu yerda уже qurbondagi ma'lumotlar kelgan. Buni ichini yana follow qiladigan bo'lsak, mana parol, username, parol i boshqasini yozib ko'radigan bo'lsak ham, misol uchun Zenix 1234 mana saqladik. Shart emas. Bu yerga yana HTTP deb yozib olamiz. Mana oxirgi resultni yana follow qiladigan bo'lsak, mana ma'lumotlar kelgan. Username Zenix, password Zenix 1234. Shunaqa qilib qurbondan o'tayotgan ma'lumotlarni ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni router bilan o'sha qurbonni o'rtasiga tushib olib, ma'lumotlarni analiz qilsanglar bo'ladi. Bugun video shu. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib ketsanglar, yanada manfaatli bo'ladi. Bugungi video tugadi. Video shulardan iborat edi.